Texnikaga qiziqadigan barchaga salom. Yaxshimisizlar? Biza bu yildan yangicha yo'nalishga o'tishga va yangi kontentni qilishga harakat qilishni boshladik. Mana bugungi birinchi qiladigan kontentimiz shunaqa planshetni obzori bo'ladi. Xo'p, bu davomida, video davomida ko'rib chiqamiz. Bu planshetni o'zi xarakteristikasi qanaqa, kimlar ishlatsa yaxshi, kimlar uchun qulay va eng asosiysi, buni birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsasi, buni narxi bu planshetimiz $92 turadi. O'shanga bemalol o'zingiz uchun, misol uchun $92 sizga vigitna bo'ladigan bo'lsa, bu videoni bemalol oxirigacha ko'rsangiz bo'ladi. Agar sizga video va bu planshet yoqadigan bo'lsa, kommentariyada yozib keting o'zingizni fikringizni va qaysi texnikalar yana qiziq bo'ladi, ularni ham yozib qo'ysangiz, biz shuni ham obzor qilishga harakat qilamiz. Xo'p, obzorni boshlaymiz va bugungi mehmonimiz Techlist firmasidan modeliga keladigan bo'lsak, PC-P30T. Yaxshi, 4 GB operativka va 128 GB xotirasi bor ekan. Endi buni ochib, obzor qilishni boshlaymiz. Korobkasini ochamiz. Yaxshi, mexlari bor. Demak, ichidagi planshetimiz sal qimirlagan paytda qanaqadir zarari yetmaydi. Misol uchun ekranlar sinib qolishi yo boshqa narsasi yetmasligi uchun mex qo'yishgan. Yaxshi, ochamiz. Bu ham bizga kerak emas. Bu yoqqa solib turamiz va planshetni o'zini olishimiz kerak bo'ladi. Bu planshetni ushlab turish uchun va biz uchun maxsus kitob. Buni bemalol o'qib chiqsak bo'ladi. Kitob zarari yo'q deyshadi. Bemalol o'qisanglar bo'ladi. Planshetimiz hozircha tursin. Bu yoqda bizga berishgan narsalari zaryadchik. Bunisi menimcha kabeli bo'lishi kerak. Kabeli. Korobkamizdan shu narsalar chiqdi. Bu narsalarni olib qo'ysak bo'ladi. Planshetimiz shu holatda bo'ldi. Bunisi ham bizga kerak emas. Zaryadchik va planshetda o'zi bor ekan. Yaxshi. Endi buni polni ko'rib chiqsak bo'ladi. Birinchi zaryadchikdan boshlaydigan bo'lsak, Type-C da zaryad olar ekan. Yaxshi, bu degani tezroq zaryad oladi degani. Zaryad berayotgan payt 5 volt, 2 amper va 10 watt kuchlanishda berilar ekan. Yaxshi, bu degani 10 watt deganimiz sekin ham emas, tez ham emas, o'rtadagi holat degani. Hozirgi paytda misol uchun 30 watt, 50 watt, 60 wattlik bor. Endi ular asosan kuchliroq, ancha qimmat bo'lgan telefonlarimizda bor. Yaxshi. Planshet uchun bu zo'r. Xo'p, planshetimizni o'zi qoldi. Endi buni ko'rsak bo'ladi. Ikkita kamera, fishkasi bor. Orqasiga qirilmasligi uchun bunaqasi yopishtirilgan ekan. Zashta qilib, zo'r, menga ma'qul. Rangiga keladigan bo'lsa, interesniy rang menga yoqyapti. AUX'i ham bor. Chotki, mashinalarda ketayotgan bo'ladigan paytingizda tiqib qo'ysangiz bo'ladi, yo bo'lmasam AUX'li ishlatishni yoqtiradigan yoki kuchliroq naushniklarda ishlatmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, unda AUX ko'proq kerak bo'ladi-da. Misol uchun faqat AirPods ishlatadigan bo'lsa, quloqni ortib tashlaydi odatda. Misol uchun menda shunaqa bo'ladi. Ikkita kolonka, Type-C zaryad olish va fleshka uchun joy. Bemalol olganimizdan keyin Wi-Fi ga ulab turib ishlatsak bo'laveradi. Bu yoqda blok joyimiz bor ekan. Mana blok ishlayapti va yonida ovoz ko'tarib tushirish joylari. Yaxshi, zo'r. Ishlatish yo umumiy boshida o'zimning fikrimni bildirmoqchiman. Ushlashga zo'r. Xuddi bir kichkinaroq nima deydi, televizor ushlab olganga o'xshaysiz, chotki. Ishlashlari joyida. Yaxshi ishlayapti. Ko'rinish jihatdan milaga o'xshatib yubordim. Ovozi lekin blokka solganingizda tirq degan ovozi bor ekan. Men oldin Motorola ishlatganman, o'sha Motorola'ning ovoziga o'xshab ketar ekan. Chetlari ozgina qayilgan, yaxshi. Xo'p, buni bitta test qilib ko'rmoqchimiz. iPhone'larda bilsangiz, tikka qilib qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Buni ham shunaqa qilib ko'ramiz. Qani o'xsharmikan? O'rtoqlar, bemalol menimcha olsanglar bo'ladi buni. Xohlasanglar bunaqasiga, xohlasanglar bunaqasiga qo'ysanglar ham bo'lar ekan, chotki. Faqat bitta tomoni bor. Agar bundoq qo'yadigan bo'lsangiz, ikkita kolonkasi bu yoqda pastda bo'lib qolar ekan, ovoz yaxshi eshitilmasligi yoki g'alati eshitilishi mumkin. Yonma joyiga qo'yib ko'raylikchi. Yonma joyiga ham iloji bor ekan. Bunaqasiga qo'ysanglar ham bo'lar ekan, chotki. Misol uchun YouTube ga Reels ko'rayotgan bo'lsangiz, Instagramda yoki YouTube da Shorts ko'rayotgan bo'lsangiz, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana bunaqasiga kinolarni yoki bo'lmasa YouTube da bir katta videolarni, misol uchun manikani ko'rsangiz ham bo'ladi shu videolarni. Zo'r. Qo'lda turishiga keladigan bo'lsak, ikkita qo'lda bemalol ushlasangiz bo'ladi. Unaqa og'ir emas.
oddiy обычный ishlatayotgan telefonlarimiz og'irligidagi kattalik bo'lishiga qaramasdan, lekin unaqa og'ir emas, yengili yo'q. Endi bu planshetimizni xarakteristikasini aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu eng muhim narsalardan. Boshlaymiz. Xo'p, bu planshet o'zi taniqli brend bo'lmagani uchun bizga bu haqida ma'lumotlar uncha yetib kelmagan. Shuni hisobiga biz o'zimiz endi internetdan xarakteristikasini topib, o'shani sizlarga obzor qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Xo'p, bu planshetimizning eng kuchli tomoni babi ekran hisoblanadi. Chunki katta. Bu ekranni aytib o'tishimiz kerak. 800 ga 1280 pikselli o'lcham va 10.1 dyum. Yaxshi, menga zo'r, menga yoqdi. Chunki notebooklarda ishlatadigan bo'lsangiz ham o'zi 13 dyum, misol uchun Mac'larda shunaqa bo'ladi. Kattaroq notebooklarda bo'ladigan bo'lsa 16 bo'lishi mumkin, 19 lar bo'lishi mumkin. Lekin bu zo'r, 10.1 dyum. Chotki. Planshetimizni protsessoriga keladigan bo'lsak, Allwinner A523 chipseti joylashgan ekan. Bunaqa protsessorli planshet yoki telefonlarda odatda internetga kirish, videolar ko'rish, YouTubedan yoki kinolar ko'rsangiz bo'ladi va oddiyroq o'yinlar o'ynash uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Budjetliroq variant hisoblanadi bu protsessorlar. Grafika, ya'ni GPU ga keladigan bo'lsak, Mali G57 grafik protsessor joylangan ekan. Bu protsessorimiz ham o'zini ishlash protsessoriga mos ravishda joylangan. O'yinlar, videolar ko'rish uchun juda ham qulay. Lekin kuchliroq, kattaroq ishlar qilaman deydigan bo'lsangiz, u uchun unaqa moslanmagan, chunki aytganimizdek budjetli protsessorlar joylangan. Xotiraga keladigan bo'lsak, 4 GB operativ xotira, 128 GB ichki xotirasi joylangan va fleshga qo'yib turib ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana fleshga uchun joylar bor. Bemalol yangi o'zingizni, misol uchun oldin saqlab qo'ygan rasmlar, videolar bo'ladigan bo'lsa, ularni bemalol o'tkazib olsangiz bo'ladi, ko'rsangiz ham bo'laveradi. Undan keyin aytib o'tadigan narsamiz, buni batareykasi, ya'ni batareyasi 6000 mAh ga teng ekan. Xo'p, yaxshi. Bu ancha uzoqqa yetadi degani, chunki bunaqa katta ekran uchun 3000 4000 qilib qo'yiladigan bo'lsa, bu ko'pga yetmasligi mumkin. 6000 qilingani zo'r. Uzoqqa bemalol kinolar ko'rsangiz bo'ladi. Undan tashqari bu planshet odatda internetdan ko'proq foydalanish uchun mo'ljallangan deb o'ylayman. Internetdan foydalanganingizdan keyin sizda ko'proq telefonda qizish paydo bo'ladi. Shuni hisobiga batareyangiz ko'proq ketadi. Buning uchun sizga yaxshiroq va uzoqqa yetadigan batareya kerak bo'ladi. Operatsion tizimiga keladigan bo'lsak, Android 12 ni qo'llab-quvvatlar ekan. Undan tashqari Wi-Fi 6 ni qo'llab-quvvatlar ekan, GPS bor ekan va 3.5 mm lik audio jack. Shu boya aytganimdek, sifatli, chotki, katta naushniklarni bemalol ulab turib, kinolar yoki o'yinlardan foydalansangiz bo'ladi. Zo'r, qulay bo'ladi. Bundan tashqari ko'pchilik o'ylayotgan va menimcha kutayotgan narsani endi aytaman va bu planshetimizda kamerasi bor, ikkita mana 5 megapikselli kamerasi bor ekan. Xo'p, nimaga 5 megapiksel deydigan bo'lsangiz, o'zi $92lik planshet. Bunga budjetli narsalar joylangan. Menimcha zo'r. $92 ga. Bu 5 megapikselli kamera sizga sifatli video yoki rasmlar olish uchun emas, tezroq va esda qolish kerak bo'lgan esdaliklarni olishga kerak bo'ladi. Xo'p, bu kameramizda avtofokusi ishlaydi va orqa kamerasi 5 megapiksel va oldidagi kamerasi ham bor. Bu 2 megapikselga teng. Xo'p, endi sizlar bilan bu planshetimizni ovozini, ya'ni kolonkalarini test qilib ko'ramiz, qanaqa eshitilar ekan. Yaxshi. Menga yoqdi kolonkasi. Bas jihatdan unaqa zo'r bo'lmasa ham, lekin ovozni yaxshi eshittirib beryapti. Misol uchun basli joylarini basda eshitilyapti, pishirlagan tis degan ovozlarini yaxshi eshittirib beryapti. Bemalol kino ko'radigan bo'lsangiz, tushunarli ovozda yaxshi eshitiladi sizga. Ikkita kolonkasi ham yaxshi ishlatib berdi. Bemalol muzikalarni ham joyida zo'r eshitishingiz mumkin. Xo'p, boshqasini qo'yib ko'ramiz. Vobshe chotki, menga yoqdi. Hozirgi chiqayotgan qimmat telefonlarning kolonkasiga o'xshab ketyapti, chotki. Xo'p, planshet haqida obzor qilib bo'ldik. Endi o'zim shaxsiy fikrimga keladigan bo'lsam, agar siz o'yin o'ynamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz yoki montaj qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, CapCut'larda sal qiynalib qoladi menimcha.
buni uncha tavsiya bermagan bo'lardim. U uchun sal yaxshiroq telefon olganingiz yaxshi. Qaysi holatlarda qulay deydigan bo'lsangiz, yosh oilalarda aytaylik, bolalari yosh bo'lsa, misol uchun 6 yoshgacha bo'ladiganlar Baby Shark ko'rishi mumkin, qanaqadir videolar ko'rishi mumkin. Misol uchun YouTube'da qo'yib berishadi-ku. O'shanga yaxshiroq ekan. Misol uchun telefonni qo'yib berishadi, katta ekranda bemalol ko'raveradi. U telefonni mana bunaqa yuzini oldiga olib kelib olmaydi-da o'shanda. Misol uchun men ko'rganman, yosh bolalar telefonini kichkina telefon bo'lgani hisobiga yuzini oldiga olib kelib ko'radi. Bu ko'ziga zarar yetkazishi mumkin. Katta bo'lgani hisobiga uzoqroqqa qo'yib bemalol ishlatsa bo'ladi. Shu tomoni qulay ekan. O'zingiz ishlatadigan bo'lsangiz ham yaxshi, bemalol kinolar ko'rsangiz bo'ladi. Batareyka yetishi ham yaxshi. Qanaqa kasb egalariga kiradigan bo'lsa, xo'p. Aytaylik siz content maker bo'ladigan bo'lsangiz, Instagram, YouTube kuzatadigan odam bo'ladigan bo'lsangiz, o'shanda ham sizga qulay bo'ladi. Shu bu kattaroq ekranda ko'rasiz. Ularda qanaqa kontent ishlashyapti, o'sha narsalarni siz bemalol ko'rsangiz bo'ladi. O'zingiz telefoningizda bo'ladigan bo'lsa, telefoningizni zaryadi tez tugab qolishi mumkin, yo boshqa narsaga kerak bo'lishi mumkin, yoki zaxint bo'lib qolmasligi uchun bu planshetdan foydalansangiz bo'ladi. Katta ekran bemalol kuzatsangiz bo'ladi. Bundan o'zim foydalangan bo'larmidim. Agar ish uchun bo'ladigan bo'lsa, bundan foydalanmagan bo'lardim. Buni oldimda olib yurishim menga noqulaylik tug'diradi. Lekin buni uyga yoki ofisga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol o'sha yerda foydalansangiz bo'lar ekan. Shunisiga yaxshi ekan. Telefoningizda ish qiladigan bo'lsangiz, bu planshetda ish qilmang. Misol uchun mobilograflar bo'ladigan bo'lsa, buni uncha tavsiya bermagan bo'lardim. To'g'ri, kep-katta montaj qilishingiz mumkin. Katta ekranda maza qilib montaj qilasiz. Faqat kattaroq, qiyinroq montajlar bo'ladigan bo'lsa, bu telefon, planshetimiz qiynalib qoladi. Shuni hisobiga yaxshiroq ko'pchilik foydalanayotgan telefondan olganingiz yaxshi. Shu bilan bugungi obzorimiz mana shu $92 planshet bo'ldi. Bu siz uchun ancha qulaylik tug'dirishi mumkin. Uyda bolasi borlarga yoki qanaqadir kontent ko'radiganlarga, content makerlar uchun foydali bo'la oladi deb bemalol ayta olaman. Bundan tashqari sizga qaysi texnikalar qiziq yoki siz qaysidir telefonni olib turib, mana shunaqa ishga bo'ladimi deydigan bo'lsangiz, o'shalarni kommentariyada hammasini yozib ketinglar, o'zingizlarning fikringlar va savolinglarni hammasini bemalol yozib ketsanglar bo'ladi va shunga qarab turib biz keyingi kontentlarni rejalashtirishda va sizlarga foydali bo'ladigan kontentni qilishda davom etamiz. Kuzatishda davom eting. Easy Techno. Oson tushuntiramiz.